Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hidoyat sari ko'rsatuvining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana bir karra didor ko'rishib turganimizdan Alloh subhanahu va taologa hamd va shukrlar aytamiz. Alloh taolo xonadoningizga fayz va baraka, kasb-koringizga rivoj berib, barchamizga ikki dunyo saodatini nasib aylasin. Azizlar, hammamizga ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo biz va siz bandalarga go'zal xulqlarni bergan. Mana shunday go'zal xulqlardan biri kechirimlilik sifatidir. Agar qaysi bandada mana shunday kechirimlilik xulqi bo'ladigan bo'lsa, unda juda ko'p manfaatlar yig'ilgan bo'ladi. Alloh taolo unga juda ko'p narsalarni bergan bo'ladi. Zero biz odamlar bilan muomala va munosabatlarimizda yoki masalan oila davrasida agar kechirimli bo'ladigan bo'lsak, o'z-o'zidan bizni ular bilan muomala va munosabatlarimiz oson bo'ladi. O'zi dinimiz ko'rsatmalariga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni juda ko'p oyat karimalarda o'zini kechirimli ekanligini, mag'firatli zot ekanligini alohida ta'kidlaydi. Jumladan astag'izu billah, innalloha g'afurur rahim deydi Alloh taolo. Albatta Alloh o'ta kechirimli va juda ham mehribon zotdir degan mazmundagi oyat karima. Mana shu mazmundagi oyat karima Qur'oni Karimni 50 dan ortiq joylarda alohida keltirilgan. Demak, mana shundan ham bilamizki, Alloh subhanahu va taolo o'ta ham kechirimli zot ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham biz siz ummatlarni ko'plab hadislarda kechirimlilikka da'vat qilganlar. O'zlari ham nihoyatda kechirimli va mehribon zot bo'lganlar. Oysha onamizdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xulqlari haqida so'ralganda, Oysha onamiz aytadilarki, la yujzi'u bis-sayyi'ati as-sayyi'a walakin ya'fu va yasfah, rawahu Imom Ahmad. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh yomonlikni yomonlik bilan qaytarmasdilar. U zot shunaqa afu qilib kechira oladigan zot edilar deb mana shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini bayon qiladilar. Azizlar, mana shunday Alloh subhanahu va taolo kechirimli zot ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz siz ummatni shu kechirimli, mehribon bo'lishlikka chorlagan ekanlar. Biz siz bandalar va ummatlar ham albatta kechirimli bo'lishligimiz bu ayni muddao bo'ladi. Azizlar, suhbatimizdan anglaganingizdek, bugun ko'rsatuvimizda kechirimlilik haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Azizlar, ushbu mavzuni sizlarga keng yoritib berish maqsadida ko'rsatuvimizga katta ustozlardan Namangan viloyati bosh imom xatibi Musoxon domla Abbasiddinovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domla, qadamingizga hasanot. Assalomu alaykum ustoz yaxshimisiz? Rahmat. Imom Ibn Murdavay keltirgan bir hadisda o'zi keltiryaptilarki, iza kana yawmul qiyama nada munadin yaqul aynal afuna anin nas. Ya'ni qiyomat kuni bo'lganda yana bir Alloh taolo tomonidan bir jarchi jar solar ekanki, dunyo hayotida odamlarga kechirimli bo'lgan qayerda, qani ular deb. Shunda halimu ila robbikum, Robbingizga kelinglar va xuzu ujurakum, va u ajr mukofotinglarni olinglar deb davomida aytayaptilarki, va haqqun ala kulli imri'in muslimin iza afa an yadkhulal jannata. Ya'ni har bir musulmon agar birodarini kechiradigan bo'lsa, shu kechirimli sifatda unda bo'ladigan bo'lsa, uni jannatga kirishligi vojib bo'ladi, loyiq bo'ladi shu jannatga kirishga degan mazmundagi bir hadis sharif. Demak, mana shunday bu kechirimlilikni ajr mukofotlari o'z-o'zidan ko'pligini mana shu narsadan bilyapmiz. Keling domla, dastavval shu kechirimlilik haqida bu boradagi dinimiz ko'rsatmalariga bir to'xtalib o'tsak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Va na'aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Kechirimlilik go'zal fazilat. Arab surasida Odam alayhissalom o'zlari doimo Robbimiz Alloh taologa yolvorib kechirim so'raganliklari va u kishining duolarini qabul qilinganligini xabarini ham keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sadaqallohul azim. Ushbu oyat karimada Odam alayhissalatu vassalam qilgan xatoliklarni kechirimni so'rab, Robbil Izzadan xatolarni e'tirof qilib, Allohim, biz
mana shunday xato qildik, biz shunday bir o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik, bu xatolarimizni e'tirof etyapmiz, xatolarimiz kechirmasam biz o'zimizga ziyon qiluvchilardan bo'lib qolamiz deb duo qildilar. Duolarini Robbil Izza Alloh taolo o'zi qabul qildi. Mana shu bayondan ko'rinib turibdiki, doimo banda o'zini o'zi namozda, ibodatdan keyin zikrdan keyin zikr asnosida doimo kechirim so'rab turishligi va e'tirof etib turishligi kerak ekan. Keyingisi esa insonlar o'rtasida, jamiyatda bo'ladigan muomalalarda inson bir-birini kechirib turishligi va kechirim so'ragan inson kechirgan insonni oldida doimo hijolatda bo'ladi. Chunki bu fazilat, ya'ni kechirimlilik fazilati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xulq o'laroq u kishiga berilgan bo'lsa, biz ummat esa ana shu zotga ergashib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan andoza namuna olib, u kishini barcha fazilatlarni, siyratlarni o'rgangan holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amal qilgan amallarni amaliyotda biz tatbiq etsak, inshaalloh karim ana o'shanda biz haqiqiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sevgan ummat bo'lamiz. Chunki Robbimiz Alloh taolo Qur'oni Karim azim sha'nida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnak oladigan darajadagi yuksak inson ekanliklarini Alloh taolo o'zi bayon qiladi. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha val yawmal akhir. Allohdan va qiyomat kunidan yaxshilikni umid qilgan insonlar uchun Habibimda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan go'zal namunalar va go'zal xulqlar bordir deb Alloh taolo bayon qilyapti. Ya'ni ushbu oyatdan ko'rinib turibdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'zal xulq sohibi edilar. Va u kishidan olinadigan namuna ummat uchun ikki dunyoda saodatga erishishlik uchun namuna bo'ladigan darajadagi xulqlar bor edi. Ulardan bittasi kechirimlilik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirimli zot bo'lganlar. Buni ko'p misollarda ko'rishimiz mumkin. Islom tarixida ulardan birinchisi payg'ambarlikning 10-yili. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda ham qattiq qarshiliklar, ya'ni islomni yoyishlikka, Qur'oni Karimning oyatlarini baralla o'qilishlikka, tilovat qilishlikka izn yo'qligi, har tomonlar siquvli borligi, Makka mushriklari tomonidan qilingan jabr sitamlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabr qildilar, toqat qildilar va umid qildilarki, koshki edi Toif ahliga chiqay, ular meni qabul qilishsa, ko'proq islomni u yerda yo'lishiga sabab bo'lsak degan ma'noda Zayd ibn Horisa bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqqan. Ularni kattalar bilan gaplashdilar, suhbatlashdilar, o'tirishdi va qariyb bir hafta oshiqroq u yerda istiqomatda bo'ldilar. Alal oqibat ular masxara qilishdi, kutib olishdi, ammo kuzatishda esa juda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahqirlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga jabr qilishdi, toshparron qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jabr chekdilar, muborak badallarga aziyat yetdi. Hatto u zotning badallaridan qon oqdi, oqqan qonlar oyoqlardan to kavushlargacha tushdi. Robbimiz Alloh taolo Jibril alayhisalom jo'natib ayting, Habibimga shuncha aziyat yetkazgan o'sha qavmni ustiga agar izn bersalar, mana bu tog'ni ustiga yo'q qo'ying degan ma'noda Alloh taolo Jibril alayhisalom jo'natdi. Jibril alayhisalom shu gapni xabarni yetkazganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohdan umid qilaman, bu qavmning orasidan qiyomat kuniga iymon keltirgan ahli solihlarni chiqishini umid qilaman deb, men bularni haqqiga duo qilaman deb kechirdim deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechirdilar. Mana shu xulq barchamizga namuna andoza o'laroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barchamizga namuna edilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ular mazkur taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan, g'azablarini yutadigan, odamlarni xato va kamchiliklarni
afv etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Oli Imron surasi 134-oyat.